Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, aziz vatandoshlar. Mana bugun Andijon viloyati Andijon tumanidamiz. Bu yerda 2017-yilda ekilgan X185 yong'oq plantatsiyadamiz. Bu yilda shu ekilgandan 1 yil 2 yil davomida shakl berilgan, absolut shakl berilmagan. Umuman betartib o'sib ketgan. Bog'da hozir ma'lum qismini shakl berib kelyapmiz. O'sha yerda o'sha shakl berilmasligi natijasida juda ko'plab mevali ko'zlar, mevali shoxlar nobud bo'lib ketgan. Mana hozir shakl berish xato bo'lganligi sababli mana bu yerdan qalin stanovdan chiqarib tashladik. Endi mana bu yerda sizga ba'zi bir belgilar ko'rsatmoqchiman. Yaqinroqda. Mana bular mevali ko'zlar. Bular to'liq meva bergan mana. Bular 3 yillik, mana bu 2 yillik, mana bular 2 yillik, mana bular 1 yillik. Yani nima demoqchiman, bu yerda shakl noto'g'ri berish natijasida mevali ko'zlar juda ko'p nobud bo'lgan. Mana sizga misol tariqasida ko'rsataman. Bu to'liq meva beriladigan ko'z edi, meva olinadigan ko'z edi mana. Mana ko'ryapsiz mana. Sinib yotibdi. Mana bular ham ketgan mana. Bu yerda mevali ko'zlar nobud bo'lish sabablarini har xil holatlari bor. Birinchi holatda mevali ozuqalar yetarli ozuqa yetishmovchiligidan. Ya'ni bu bog'da hozir ko'rib turibsiz, atroflari mana o't bosib yotibdi. Agrotexnik tadbirlar qilinmagan, yetarli ozuqa berilmagan. Mana 2017-yil ekilgan bo'lsa, 7 yil, 8 yillik daraxtlarning holatini ko'ryapsiz. Betartib o'sganligi natijasida mana qancha shoxlarni kesib tashladik. Hozir yana kesish jarayonini yana ko'rsatamiz. Mevali ko'zlar nobud bo'lyapti. Nobud bo'lish natijasida meva holati, o'rini, ya'ni foizi tushadi. Ikkinchi sababi, bu yerda qizil o'rgimchak degan bir balo bor. Bunga qizil o'rgimchak tushgan 100%, o'sha vaqtida o'sha agrotexnik tadbirlar qilinmagan, natijada mevali ko'zlar nobud bo'lgan. Uchinchi sababi esa o'z vaqtida shakl berilmaganligi, ya'ni noto'g'ri shakl berilganligi va noto'g'ri agrotexnik tadbirlar olib borilganligi. Endi biz buni qisman to'g'rilaymiz, ya'ni buni 1 yil davomida to'g'rilab shaklga solib bo'lmaydi. Kamida 2 yil vaqt ketadi buni. Endi mana bu yerda biz nima desak, endi ajimasdan kessak bo'ladi, lekin bog' egasi ham biroz daromad qilish uchun buni qisman mevali shoxlarni qoldiramiz. Yetarli ozuqalarni aytamiz. Qaralgandan keyin etap bilan 1-2 yil davomida yana o'z tartibiga solib tushiramiz. Xo'p, qanday kesiladi? Hozir qisman ko'rsatib beramiz. Uzoqroq qoldi. Xo'p, bu yerda o'shani olib tashla. Mana bu tomonga bitta shoximiz ketyapti, bu tomonda bitta shoximiz bor. Lekin mana bu o'rtalik bo'sh bizga. Buni to'ldirishimiz kerak. Bu yerda biz mevalardan voz kechamiz. Buni bu yoqqa o'tishini ta'minlaymiz. Bu yoqqa o'tishini ta'minlaymiz. Bu yerda meva bor. Bu yerdan qisman meva olinadi va mana bu yerda kesib biz mana shu ko'zdan bu yoqqa qarab novda olamiz. Ham meva, ham novda o'tishi kerak. Endi bu yoqqa qarab chiqamiz. Xo'p. Bu yerda tepa shoxlarni to'xta. Mana bu yerda oraliq masofamiz bir-biriga yaqin. Buni chiqarib tashlaymiz. Bu ham ketdi, bir to'liq meva shox ketdi. Endi mana bu yerda lider tanlashimiz kerak. 3 ta lider bo'lgan. Nima qilishimiz kerak? Bu yerda tepaga o'sgan shoxni olamiz. Bu yerda mevali shox uchun chiqazamiz. Mana mevali ko'zlarni kesib tashlaymiz. Bu yoqqa qaratib shoxni olamiz. Bu o'rtalik bo'shlik bo'lib qoldi. Buni to'ldirish uchun ichidan qisman kesamiz. Qisman. Bu yerdan mevali shox chiqazadi. Endi mana bu yerdan raqib shox bo'lgani uchun buni biz voz kechamiz, bu raqib shoxdan. Mana o'rtada liderimiz ochildi. Xo'p, bu shoximiz bu yoqqa qarab yotib ketganligi uchun buni qisman kesamiz, bu yoqqa qarab ketadi. Bu shoximiz esa bu yoqqa qarab o'z holatini tanlagan. Xo'p. Endi bunga yaqin bo'lib qolganligi uchun buni qisman voz kechamiz, buni bu yoqqa qarab o'sishini ta'minlaymiz. Chunki
Bu shox bu yoqqa qarab o'sib, bu yoqqa qarab o'tgandan keyin orada yarim 1 metr masofa bo'ladi. Bemalol quyosh nuri kirib, shamol sirkulyatsiyasi ham yaxshi aylanadi. Endi bu yerda bu shoxni chiqaramiz. Ochildi o'rtalik. Endi bu yoqqa qarab. Mana bu shoximiz tepaga qarab o'sganligi uchun buni qisman tashlaymiz. Bu yoqqa qarab o'sish kerak. Agar buni uchini kessak, yana o'sib ketadi. Biz uni uchini kesmaymiz. Endi bu shoxga kelsak, mana oraliq masofa bemalol yarim metrdan ziyod. Bu yerda bemalol shamol sirkulyatsiya bo'ladi. Bular to'liq meva olinadi. Buni uchiga tegmaymiz. Sababki keyinchalik bu yerga yotib qolgan taqdirda ham buni kesib olib tashlaganda bunga ekvivalent sifatida bu shoximiz bor. Shuning uchun buni uchini tegmaymiz. Faqatgina o'rtadan kelgan shoxni olib tashladik. Buni ham bu yoqqa qarab o'sishga davom etadi. Bu yonboshga o'tamiz. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunday, mana bu yerda qurigan shoxlar bor, mana ko'ryapsiz. Mana qurigan shoxlar, bularni chiqazamiz. Buni ham chiqazamiz va buni bu yoqqa o'tishini ta'minlaymiz. Bu ham qurib bo'lgan ekan. O'z vaqtida kesilib shakl berilganda edi, bu o'z holatida qoladi. Xo'p, bunga ekvivalent sifatida bu shoxdan olamiz. Bu tomon tamom. Bu yerda ham mana oraliq masofa ochildi. Bu yerdan shox o'sadi. Mana bularni ham qisman uchini kessak, bu ham mevadan qolib bu yoqqa qarab davom etadi. Endi bu yoqqa qarab. Xo'p. Endi keldik bu yoqda. Ikkita lider shox bo'lyapti. Nima qildik? Biz uni lider qilib tanladik. Buni yarmidan kesib tashlaymiz. Boshqa lozimimiz yo'q. Endi buni pastga tushirib pastdan olamiz desak, ancha vaqtimiz ketardi. Mana buni kesdik. Endi bu tomon ochildi. Bu ham xuddi shunday. Mana qurigan navdalar olib tashlaymiz. Buni bu yoqqa qarab o'samiz. Uni o'sish bor. Bu yerdan navda chiqazib, mana buni bu yoqqa qarab bersak, bu yoqqa qarab keladi. Bu qurib yoqdi. Mana tashlaymiz. Buni ham xuddi shunday uchini olib qo'yamiz. Bu tomonga uchini ta'minlaymiz. Ya'ni buni 1 yil davomida o'z tartibiga tushirish juda qiyin, chunki necha yillik davomida qilingan xatolik buni 1 yil davomida o'z o'rniga tushirib beraman deb hech kim va'da bera olmaydi. Mana bu yerda mevali ko'zlarni olib tashlaymiz. Sabab biz daraxtni o'sishini ta'minlashimiz kerak. Mana bular meva qoladi. Bu yerda ham xuddi shunday. Buni bu yoqqa qarab o'sishini biz ta'minlashimiz kerak. Shuni olib tashladik, meva ko'z bu yoqqa qarab o'sadi. Kelamiz bu yoqqa. Bu yerda xuddi shunday bu yoqqa qarab ketgan pastki shox, qurigan shoxni olamiz. Bunga ekvivalent sifatida bu shoximiz keladi. Bu shoximiz bu yoqqa qarab o'sib keladi. O'rtada masofa bor, bemalol quyosh nuri kiradi. Shu orqali bu ko'zimiz ham bu yoqqa qarab rivojlanadi. Shu shoximiz to'liq mana mevaga kirgan. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Agar bu shox tepaga qarab o'sganda edi, mana bunaqa bo'lib o'sganda, bunda to'liq meva bo'lmasligi. Biz ko'p holatda aytamizki, shoxlarni eging. Nega aytamiz? Mana egilgan shoxda qanchalik mevali shox ko'pligini. Biz bunga tegmaymiz. Nega? Chunki quyosh nuridan to'liq bu oziqlarni oladi. Mana o'rtadagi masofa bemalol quyosh nuri ichkariga kirishini ta'minlaydi. Agarda biz buni ham mevalarni kamaytiradigan bo'lsak, bular qochadida uch tomonga qarab keladi. Natijada bu yerdagi bo'shliq bo'lib qoladi. Mana ko'ryapsiz, mana bu tepaga o'sgan. Bu shoximiz tepaga o'sgan. Tepaga o'sganligi natijasida bu yerda bo'shliq. Agar mana bunday egik holatda ketganda edi, mana bu yerdan to'liq ketardi. Bu yerda hozir o'z holicha normal holatda bo'lgan. Mana shu yerda to'liq mevali ko'zlar, mana ko'rib turibsiz. Bular 1 yil davomida. Mana bular 1 yillik navdalar, bu 2 yillik navdalar. Ya'ni X181 shunday xususiyati borki, bu oshiqcha o'sib ketmaydi. Mana hozir deylikki 7 yillik, 8 yillik daraxtimiz o'rtacha 3 metr, 3,5 metr holatda. Endi bunga oziqa kuchli qaralganda balki 4 metr bo'lardi, lekin undan ziyod o'smaydi, chunki to'liq mevaga yotqizilganligi sabab. Xuddi shunday tepa qismida ham buni xalal bermasligi uchun buni olamiz bu yerdan. Chunki bu yoqqa quyosh nuri kirish kerak, bu shoxlar uchun kirish kerak.
Buni ham misol uchun bu tomonga o'tishini ta'minlaymiz. Bu yoqqa qarab o'sganda ham oraliq bo'shliq masofa bor, hech qanaqa xalal bermaydi. Xuddi shunday buni ham bu tomonga o'tishini ta'minlaymiz. Bu yoqqa qarab kelgan taqdirda ham muammo bo'lmaydi. Keyinchalik xalaqit berilganda bu shoxni chiqazamiz, chunki bu shoximiz bu yoqqa qarab o'sadi. Hozir kesib tashlamaymiz, sababki hammasini biz o'zimiz xohlagandek kesadigan bo'lsak, daraxt yozda stresslarda ancha muammolarga duch keladi. Chunki daraxtda qanchalik mevali shox ko'p bo'lsa, qanchalik barg ko'p bo'lsa, o'shanchalik bularda ildiz tizimi rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Lekin oshiqcha darajada bo'lib ketish ham zarar, yana ko'rib turibsiz, mana mevali ko'zlar o'z-o'zidan nobud bo'lib ketgan bular. Bular to'liq meva berish kerak-da, mana. Ko'rib turibsiz, bular qurib tamom bo'lgan. Endi bular ham qisman chiqazadi. Yetarli ozuqa bo'lgandan keyin chiqarib oladilar. Xuddi shunday boshqa holatlarda ham hozir bularni ham kesamiz, tartibga solamiz. Bu yerda yovvoyi bo'lib ketganlari ham bor. Ularni bu yil shakl beriladi. Keyingi yillarda xudo xolasa payvand qilib, ularni ham navlarni o'zgartiramiz. Bu yerga 2 xil, 3 xil nav kirgan. Kelib hammasini yoz davomida uni tahlil qilib chiqamiz. Qaysi nav qayerda joylashganligini hammasini ko'rib chiqib, X185 mi, 146 mi, yana boshqa 3 xil nav aytganimdek kirganlarni, o'shalarni belgilarini qo'yib, o'shandan olib keyin o'zgartirishga kelishdik. Xuddi shunday yangi ekilgan ko'chatlarni boshidan tarbiyaga boring. O'shanda xatolikka duch kelmaysiz. Mana 7 yillik holatni biz hozir kesib tashlab buni, ya'ni 2 yillik holatga, 3 yillik holatga tushirib qo'yamiz. Bundan keyingi holatda endi taxminan bu bog'dan 10 tonna, 15 tonna hosil olgan bo'lsa, bevosita biz 3-4 tonna hosilni hozir kesib tashlaymiz. Shuning uchun o'z vaqtida yil davomida agar texnik tartibdan to'g'ri olib maslahat beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.